Bilarmidingiz, Freemasonlar Yevropada yuzlab yillar oldin paydo bo'lgan. Avvaliga ular yirik soborlar, qal'alar va muhim binolar quradigan tosh ustalari guruhlari edi. Vaqt o'tishi bilan bu guruhlar boshqalardan yashirin maxfiy birodarlikka aylandi. Ular o'zlarining bilimlari juda qadimiy zamonlardan, hattoki yozuv paydo bo'lishidan ham oldin kelganiga ishonishardi. Bu bilim muqaddas ibodatxonalar va yo'qolib ketgan sivilizatsiyalar quruvchilari orqali avloddan avlodga o'tgan. Ularning ramzlari kompas, kvadrat va hamma narsani koruvchi ko'z faqat a'zolarga tushunarli ma'noga ega. Yuzlab yillar davomida Freemasonlar ortiqcha shovqin qilmay, ortda turib ishlashdi. Ular qirollarga, yetakchilarga va tarixdagi muhim voqealarga ta'sir ko'rsatishgan. Ammo bu kuch bilan qorong'u afsonalar ham paydo bo'ldi. Odamlar aytishicha, ular qadimiy binolar ostidagi yashirin xonalarda uchrashuvlar o'tkazadi. O'sha joyda a'zolar hamma narsani abadiy sir saqlashga qasamyod qiladi. Ayrimlar hatto shunday deyishadi: kim ularning sirlarini bilishga juda yaqinlashsa, g'oyib bo'lib ketadi. Chunki ayrim bilimlar hammaga aytish uchun juda xavfli. Odamlar aytishicha, Freemasonlar hanuz shu yerda, atrofimizda, kuzatib, kutib turibdi. Ularning sirlari ko'z o'ngimizda, lekin baribir qo'l yetmas darajada yashiringan.